Hop, assalomu alaykum. Men Elbek Abidov blogerman. Namangan shahar 6-mikrorayon Mash o'quv markazi reklama qilib e'lon qilib yurg'izamiz. Bo'pti. Senga 2020-yil rus ta'limi, chet tili, ingliz tili, rus tili, matematika 77 008 85 00. Mana shuni qilib reklama qilib e'lon qilamiz. O'qishga kim kerak bo'lsa keladi. Voy, namuncha. Mana e'lon 77 008 85 00. Kerak bo'lsa telefon qilib kelasizlar, murojaat qilamiz. Qaysi tilni o'rgansanglar kelaverasizlar. Endi bitta mashina yurg'izib ketsak. Mashina to'xtab yurg'izsam yaxshi chiqadi. Elbek Abidov chiqaman. Yozinglar lotincha bukvadan. Bu ham o'sha raqam. Senga 2020-yil Ravza ta'lim. Dunyo qarshi nima o'zgartiradi? Ilm, daromad, manfaat. Shavkat Mirziyoyev. Bu ham o'sha raqam. Ilmga yetgan oyoq qanotga aylanur. Jaloliddin Rumiy. Mana o'qidik. Xo'sh, o'qiymiz. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun mustaqilligimizmi? Adabiy bosishmi? 34 yillik. Buni ham o'qiymiz. Davomi o'rganmasdan turib ilmni nima o'rganib bo'lmaydi. Xo'sh. Xo'sh, endi davom ettiramiz. Ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmagay. Inom al-Buxoriy. Bo'ldi mana. Reklama xizmati ham. Mashina qilay. Hamma o'qiydi. Reklama. Mashina qilay, hamma o'qisin. E'lon reklama qilamiz, e'lon. Kimga nima kerak bo'lsa, o'sha bo'ladi. Mana mashina o'qisa ketaveradi.
Xo'sh, reklama xizmati. Endi raqammi? Yaqin qilib 88 369 0034 91 369 0064. En qaytara adresimma boshqa tilda. Baland qilib yaqinlashtirib. Ha. 88 369 0034 91 369 0034. Xizmat bo'lsa telefon qilasizlar, kelaverasizlar. Mana e'lonni tugatdik. Bo'ldi mana. Tugadi reklama, ijodni bajarib bo'ldik. Ijodni bajarib bo'ldik, reklama qilib e'lon qilib bo'ldik. Men Elbek Abidov blogerman. Namangan shahar 6-mikrorayon qabriston oldida mana o'quv markazini reklama qilib bo'ldik. Biz xizmat qiladimiz. Videolarni obzor qilib tugatdik. Har salomat bo'ling. Bo'pti.